Madhuri Dixit Hindiston kinosining eng porloq yulduzlaridan biri. Uni ekranning jilmayib turgan malikasi deb atashadi. U o'zining raqs san'ati, go'zalligi va aktyorlik mahorati bilan millionlab qalblarni zabt etgan. Ammo uning haqiqiy sevgi hikoyasi sahna ortida hamma kutmagan tarzda boshlangan. U mashhur aktyor emas, balki yurak jarrohi doktor Shriram Madhavnane bilan turmush qurdi. Ularning muhabbat tarixi Bollivud jozibasidan yiroq, lekin hayotiylik, sadoqat va hurmatga asoslangan. 1999-yilda Madhuri Dixit aktyorlik faoliyatining cho'qqisida edi. Mashhurlik ham shunga yarasha ko'plab yigitlar unga oshiq edi, lekin u hali ham o'z hayotiy juftini uchratmagandi. O'sha yili AQShda yashovchi doktor Shriram Nane bilan tanishdi. Bu tanishuvda eng qiziq jihat, doktor Nane Madhurining kimligini bilmas edi. U Hindiston kino sanoatidan yiroq edi. O'z kasbiga chuqur sho'ng'igani bois Hind kinosini kuzatmas edi. Bu narsa Madhurini hayratga soldi. Axir u birinchi marta uning mashhurligidan bexabar insonni uchratayotgandi. Qolaversa, uni mashhurligi uchun emas, shaxsiyati uchun, kimligi uchun qadrlayotganini his etardi. Madhuri va Ram qisqa vaqt ichida bir-birlarini tushunib olishdi. Ram aqlli, kamtar inson edi. Madhuri esa e'tibordan to'ygandi, ammo samimiylikni izlagan ayol edi. Shunday qilib ular bir-birlarini tushunishdi. Bir-birlarini hurmat qila boshlashdi. 1999-yilning 17-oktyabrida Madhuri Dixit va doktor Shriram Nane oila qurishdi. To'y marosimi oddiygina, ammo mehrga boy muhitda o'tdi. To'ylaridan so'ng Madhuri aktyorlik faoliyatidan chetlanib, erining yoniga AQShga ko'chib ketdi. Bu uning muxlislari uchun kutilmagan qaror bo'ldi, albatta. Lekin Madhuri muhabbat bu tanlov va men oilamni tanladim deb aytdi. Madhuri Dixit AQShda oddiygina uy bekasi sifatida hayot kechira boshladi. U o'g'illari Ryan va Arinning tarbiyasi bilan shug'ullandi. Raqsga bo'lgan muhabbatini albatta unutmadi. Hatto mahalliy hind jamoalarida raqs saboqlarini ham berdi. Ram esa yurak jarrohi sifatida ko'plab hayotlarni saqlab qolishda davom etardi. Uning ilm, fan va insoniylikka bag'ishlangan hayoti Madhurining ko'z o'ngida uni yanada ulug'vor insonga aylantirdi. 2011-yilda Madhuri Dixit oilasi bilan Hindistonga qaytdi. U bolalari Hind madaniyatidan yiroqlab ketishini istamasdi. Hind madaniyatini chuqurroq his qilishini, o'z millatini ruhi bilan yashashini istardi. Qaytganidan so'ng u yana filmlarda, reality shoularda va reklamalarda ko'rinish bera boshladi. Shu bilan birga Dance with Madhuri raqs platformasini ochdi. Shriram Nane esa Hindistonda sog'liqni saqlash sohasida innovatsion loyihalar ustida ishlay boshladi. U zamonaviy texnologiyalar yordamida tibbiy xizmatlarni ko'proq odamlar uchun qulay va oson qilishga harakat qilardi. Madhuri va Shriram Nane munosabatlari Hindiston shou biznesida kam uchraydigan barqarorlikka ega. Buning sabablari esa quyidagicha. Bir-birini to'ldirish. Madhuri san'atda, Ram esa ilm-fanda mukammallikka intiladi. Ular turli soha vakillari bo'lsalar-da, bir-birlarining orzu va qadriyatlarini tushunadilar. Oddiylik va hurmat. Madhuri hayotidagi eng muhim narsa bu oila. Ram esa uning faoliyatini qo'llab-quvvatlab, har bir qarorida doimo yonida tirgak bo'lib kelgan. Farzand tarbiyasi. Ular bolalarini shaxsiy mas'uliyat, qadriyatlar va soddalik ruhida tarbiyalashmoqda. Madhuri bolalarini mashhurlikdan yiroqroq qilishga harakat qiladi. Madhuri Dixit va Shriram Nane muhabbati bu turli dunyolardan kelgan ikki insonning yurakdan yurakka ulanishi, bir-birini his qilishi, bir-birini hurmat qilishidir. Ular sevgi, sadoqat va bir-biriga hurmat asosida o'z oilalarini qurdilar. Ularning munosabatlari tarixi bizga shuni eslatadi. Haqiqiy muhabbat bu mashhurlikda emas, balki qalbdagi pokizalik, insoniylik va bir-birini qo'llab-quvvatlashda yashaydi.